Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz miyani qo'llab-quvvatlovchi dorilardan biri Piratitam haqida gaplashamiz. Agar siz miyaning faoliyatini yaxshilashni istasangiz, bu video aynan siz uchun. Piratitam nootrop dori hisoblanadi, ya'ni miyani faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. U xotira, diqqat va konsentratsiyasini oshirishda ancha samaralidir. U 1960-yilda Belgiyada ishlab chiqarilgan. Piratitam aynan nima uchun qo'llaniladi? Piratitam xotirani yaxshilash, o'rganish qobiliyatini oshirishda, diqqat va konsentratsiyani kuchaytirishda, miya qon aylanishini yaxshilash va neyronlarni qo'llab-quvvatlashda, ba'zi bemorlar uchun bosh aylanishi, eshitish yoki ko'rish muammolarini kamaytirishga yordam berishi mumkin. Piratitam neyronlar aro signal almashinuvini yaxshilaydi, glutamat va asetilxolin singari neyrotransmitterlar faoliyatini kuchaytiradi. Shu orqali miya xotirasi va o'rganish qobiliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Piratitam odatda 800 mg dan 2400 mg gacha oral tabletka ko'rinishida 2-3 martagacha qabul qilinadi. Lekin faqat shifokor tavsiyasiga binoan qabul qilish muhim hisoblanadi. Chunki har bir insonning holati va sog'ligi turlicha bo'ladi. Bundan tashqari piratitamni inyeksiya ko'rinishi ham mavjud. 5-10 ml da chiqadi, tomirdan qabul qilinadi. Piratitamni qanday nojo'ya ta'sirlari bor? Piratitam odatda yaxshi qabul qilinadi, lekin ba'zan bosh og'rig'i, uyqusizlik, bezovtalik yoki oshqozon buzilishi kuzatilishi mumkin. Homilador ayollar, emizikli onalar va jigar va buyrak muammosi bo'lganlar diqqat bilan shifokor bilan maslahatlashishi zarur. Shunday qilib, piratitam miyaning ishlashini qo'llab-quvvatlaydigan nootrop dori vositasi hisoblanadi, ammo u doim shifokor tavsiyasi bilan qabul qilgan ma'qul. Agar video foydali bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling, do'stlaringiz bilan ulashing. Keyingi videolarda ko'proq dori vositalari haqida gaplashamiz.